koreyskiy, yaponskiy jo'jalaringizni o'ldirmasdan bexato katta qilish haqida gaplashamiz. Xonangiz keng va yorug' bo'lsin. Suvi har doim qaynatilgan va toza bo'lsin. Xonani harorati iliq holatda va xonada havo aylansin. Axlati ko'payib ketib, gazlanib ketmasin. Kunora tozalab turing. Jo'jangizni bexato katta bo'lishi uchun sizni e'tiboringiz eng muhimi. Ovqatlanishi haqida, bitikani haqida boshqa videolarimda maslahatlar berib ketganman. Siz profilimga kirib, obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying. Videolar to'liq holatida YouTube va TikTok kanalida kuzatishingiz mumkin. Obuna bo'ling. Siz koreyskiy, yaponskiy jo'jalarni ochirgansiz. Xuddi mana shu jo'jalarday bo'lib qolgan. Xo'roz makiyani bilinadi. Siz xo'rozchalarni boshqa joyga qo'ying, makiyonlarni boshqa joyga qo'ying. Lekin yeyotgan narsasiga e'tibor bering. Ismaloq, petrushka, chesnok, piyozdan tashqari har kun go'sht bering. Qora tovuqni tuxumidan bering, xonaki qora tovuqlarda. Suvini toza bering, bitikanadan asrang. Turgan xonasi yorug' bo'lsin va har doim to'q holatida tursin. Siz o'ylaganingizdan ziyod foyda ko'rasiz, juda tez o'sadi. Siz albatta go'sht bering. Bu eng muhimi. Yeganiga qarab o'sadi. Jo'jalaringizda raxt umuman kuzatilmaydi. Alohida jo'jalarni qo'ysangiz, xo'rozlarni, makiyonlarni alohida qo'ysangiz, albatta fikr yozib keting.